Zaynab onamizni imtihon, sinovlar kutar edi. Qarangki azizlar, o'zini sevgan yori, jufti haloli bo'lgan, umr yo'ldoshi bo'lgan mard yigit Abul Os kofirlarni kalaka qilishidan xijolat bo'lib, ularni g'iybatlaridan tortinib, o'zining ayolini otasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi urushmoq uchun Madina tomon ketdi. Badr jangi bo'ldi. Badr jangida hamma kofirlar qatorida Abul Os ham jang qildi. Allohning marhamati bilan mana shu jangda musulmonlar g'alaba qozondilar. Qancha asirlar qo'lga olindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan Badr urushida qo'lga tushgan asirlarni muhokama qildilar. Bir xilgilar bu asirlarni o'ldirishlik taklifini berdilar. Lekin doimo kechirimlik bo'lishlikni o'rgatgan, insonparvarlikni o'rgatgan, bag'ri kenglikni o'rgatgan Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni kechirish taklifini berardilar. Hattoki shunday bo'ldiki, Makkadan kim asir bo'lib tushgan bo'lsa, ularni qavmi qarindoshlari bular uchun birorta bir evaz olib kelsalar, ana o'shini hisobiga asirni qaytarib berishlikka rozi bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asirlarni tovon evaziga ozod qilishlikka farmon berganlardan keyin Makka tomonidan asir bo'lib tushganlarni qavmi qarindoshlar tomonidan tovon pullari kela boshladi. Kim nima olib kelsa berib, o'zining qarindoshini ozod qilishlikka harakat qilardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga ham mana shunday tovondan bir xalta keldi. Bu xaltani Abul Osning ukasi olib kelgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam xaltani qo'lidan ochar ekan, qo'llariga bir mo'nchoq taqinchoqni oldilar. Butun vujudlari titrab ketdi, qaltirab ketdilar, g'alati bo'lib ketdilar. Sahobalarga qarab, asirlar ichida mening kuyovim Abul Os ham bormi dedilar. Shunday ya Rasululloh dedilar. Abul Os ham borlar. Mana bu mo'nchoq qizim Zaynabniki, unga onasi Xadicha sovg'a qilgan edi dedilar. Ko'zlariga yosh olib, bir paytlar jufti haloli bo'lgan, suyukli yori bo'lgan Xadicha onamiz qizlarini turmushga berar ekan xursand bo'lib bo'ynilariga mana shu taqinchoqni taqqan edilar. Ehtimolki o'sha baxtli damlarni eslagan zotning ko'zidan yosh oqdilar. Ko'zi yoshlanar ekan sahobalarga qarab, bu asirni, mana bu evazni to'lovini olmasdan ushbu tovonini qaytarib berib yuborvorishlikka agar unasingiz shunday qiling dedilar. Sahobalar, "Ori ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunday qilamiz, o'zlari ko'ngillari nimani xohlasa shuni qilaylik" dedilar. Va haligi mo'nchoqni qaytarib berib Abul Osni ozod qilamiz dedilar. Lekin Abul Osga payg'ambarimiz alayhisalom bir gap aytdilar. U Madina Munavvaradan Makka mukarramaga borganlardan keyin Zaynab onamizni qaytarib yuborishlikni iltimos qildi. Chunki endi mushrik bilan musulmonni yashashligi halol bo'lmasligi to'g'risida shar'iy hukm nozil bo'lgan edi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisalom Abul Osga agar modomiki musulmon bo'lmas ekan, modomiki iymonga kelmas ekan, qizi Zaynabni qaytarib yuborishlikni so'radi. Va buni va'dasini oldi. Abul Os va'da qildi. Va payg'ambarimiz alayhisalom hech kimga bildirmasdan Zaynab onamizni qachon va qayerga olib chiqib qo'yishligi va kim kutib olishligini asta-sekin Abul Osni qulog'iga aytdilar, toki dushmanlar eshitmasin. Abul Os uyiga bordi. Zaynab onamiz quvonch va mehr ila kutib oldilar. Abul Osni fikrlarini chalg'itdi. O'ylanib qoldilar. Nahotki mening ayolim shunchalik insonparvar, mana shunchalik sadoqatlik, shunchalik rahimlik, mana shunchalik vafolimiki, o'z otasiga qarshi borsam-u, ayolim meni o'zining yagona taqinchog'i bo'lgan onasidan eng qimmatbaho deb berilgan aziz narsasini evaziga meni ozod qilmoqchi bo'ldi-ya deb o'ylanib qoldi. Lekin Abul Os yana iymonga kelmadi. Zaynab onamizga bo'lgan voqealarni hammasini aytib, otalari sallallohu alayhi vasallamda sog' omon ekanliklarini, salom aytganlik salomlarini yetkazdilar. Zaynab onamiz otasidan salomlarni qabul qilar ekan, ko'zlariga duv yosh keldi. Shundan keyin Abul Os yana bir gap aytdi. Men otangizga sizni uyingizga qaytarib yuborishlikka va'da berdim. Siz endi otangiz oldiga ketasiz dedi. Ha azizlar, bu xabar Zaynab onamiz uchun mo'jiza edi. Chunki qattiq sog'ingan edilar. Onalar olamdan o'tgandan keyin otasiga suyanib qolgan, keyinchalik otasidan uzoqlikda turgan,
kofir mushriklar orasida kalaka va masxaraga uchragan bu Zaynab onamiz uchun otalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashishlikdan ko'ra suyukliroq xabar yo'q edi. Zaynab onamiz o'zlariga sig'may ketdilar. Xursand bo'lib ketdilar. Rostdan ham ketamanmi dedilar. Rostdan ham otam bilan ko'rishamanmi dedilar. Rostdan ham musulmonlar oldiga boramanmi deb xursand bo'ldilar. Ammo qalbini tub-tubida bir alam, bir qayg'u qoldi. Nahotki suyukli yori, vafoli jufti haloli Abul Os kofir bo'yicha qolib ketsa. Yana bir karra da'vat qilib ko'rdilar. Yana bir karra Allohni eslatdilar. Yana bir karra mu'min bo'lishlikka chaqirdilar. Lekin Abul Os ayolining gapiga kirib musulmon bo'lishlikni xohlamayman degan gap bilan turib oldi. Va ukasi Kinonani chaqirib, kennoyisini kuzatib qo'yishlikni va Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan kelishgan joyda Zayd ibn Haris degan buyuk sahoba qo'liga topshirishlikni aytdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ayni mana shuni quloqlariga aytgan edilar. Falon joyga Zayd borib turadi, Zaydga berasiz degan edi. Va Zaydni ham qulog'iga kim bilan birga borishligini va Zaynab onamizni tuyaga o'tkazib olib kelishlik topshirig'ini bergan edilar. Va Kinona kechqurun tuyalarni olib kelishlikka va Zaynab onamizni o'tkazib kuzatib qo'yishlikka qaror qildilar.